Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 11 mart 2026 yil Andijon viloyati Baliqchi tumani Shiralchekdan dehqon akalarning fermasidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan semental buzoqlar bor akalar. Xunajillaridan buqochasidan so'raganga eng kichigi buqocha. Eng kichigi buqocha 3 donasi xunajin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib savdo qila olasizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Sigirlari, onalari o'zlarida akalar, tayinli joyidan yaxshilari chiqsa olib boqaman deganlarga to'rov ham ma'qul kelaveradigan. Kattalari 3 dona kattasi xunajin. Xunajin, hop. Eng kichigi buqochasi. Buqochasi necha kunlik dedik? 15 kun, 10 kun, 15 kun atrofida. 10 kun, 15 kun. Ro'zani birinchi jumasida tug'ilgan, lekin mana holatlarni ko'ryapsizlar. Ranglari hamma yo'g'i 100 kelgan. Xunajinlardan ham akalar sigir qilaman deganlarga rosa sutga to'yib o'sgan. Kattasi necha oylik? 100 kunlik. 100 kunlik kattasi. Bu ikkitasi-chi? Endi 3 oyga to'ladi. Bir haftada to'ladi. Ha, birar haftada 3 oyga borib qoladi. Uchala kattasini shoxlari kuyibdi. Kuydirilgan. Uchala kattani shoxlarini kuydirib qo'yishgan. Bunisi endi hali kichkina, lekin hamma yo'g'iga e'tibor berib, aytib o'tganimizdek, tayinlisi, tozasi chiqsa olib boqaman degan odamga ma'qul kelaveradigan. Tayyor qilib qo'yishga kerak. Kattalari sut ichyaptimi? Sut ichyapti, o't ham yeyapti. O kattasi sutdan chiqdi. Eng kattasi Narigilar ham chiqayapti, lekin o'tga o'tdi, 100% o'tga o'tdi. bo'ldi. Bu yerda siloslar deyapti, kepaklari maza qildi. Yoradi. Bo'laveradi. Sutdan chiqarib olaverasiz. O'zlari ham mana chiqyapti ekan. Xo'p, eng kichkinasi endi suti endi akalar. 10 kun 15 kunlik deyapmiz, lekin o'ta katta tug'ilgan, yaxshi o'syap turgan buqocha. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa oyoq qo'llari butun, a? Oyoq qo'llari, yeb ichishi hamma yo'g'i joyida. Yo'tallari umuman yo'q. Xo'p, xunajinlarni ham onalari o'zida. O'zimizda. Nechtadan sut beradi shular onalari? 25 tada 30 tacha sut beradi. 25 tada 30 tacha sut beradi. Gap yo'q. Onalari chiligi misoli qochib ham bo'ldi bular tuqqan, hozir onalari qochib. Onalari uji bo'g'ozi. Bo'g'oz onalari. Mana akalar. 40 ichida qochgan. 40 ichida qochgan onalari. Endi yaxshi sigirlarni bolalari o'zlari foydalanyap turgan yaxshi sigirlarda. O'zlari ham ko'rib bilib olishgan sigirlarda bolalarini ham ko'rib turibsizlar. Har kuni ham uchraydigan buzoqlar emas. Bemalol ko'ngili to'q qilib kelib ko'rib olsanglar, xudo xolasa yoqadigan. Xo'p, bularni qanday narx aytamiz endi bularga? Ularni bir joyga sotamiz. To'rov bir joyga. Ha, bir joyga. Sabab uchta xonanchdan o'z kampirlik bo'ladi. Bir qo'ra o'zi. Qo'ra. Bir qo'ra. Hop, buqasi o'ziga ishlayveradi? Ishlayveradi. Ishlayveradigan. Nech pul aytamiz qo'y suyugiga? Mo'ljal qaranglar. Eng qizig'i qayerda qanaqa qilib shoxini kuydiraman ham demaysizlar mana. Shoxlari tayyor. Zagon bob qilib qo'yishga. Xo'p, to'rovni bir joyga nech pul berib yuboramiz? turin bir joyga 90 millionga beramiz, o'zi olib ketib oladi. Dastlabkasi yo'q, a? Yo'q, dastlabkasi yo'q. 90 millionga. Kelishtirib ham berasizmi axir? Va xayr himmati bor. Kelib ustida ko'rib so'rab olishaveradi. So'rab olaveradi. Mana akalar to'ralasi bir joyga bo'lsa 90 million narx so'rashyapti. Savdo qilib olaverasizlar. Endi dehqonlarda dastlabki bo'lmaydi, bilasizlar. O'zingizlar lekin mashina bilan kelib olib ketsanglar ham yaxshi ish bo'ladi. Buzoqlar xudo xolasa hamma yo'g'i joyida. Ko'ngili to'q qilaverasizlar. Mana qaranglar. Uncha novvoschalardan ham kuchliroq bular. Nomerlarni ozak aytib qo'yaylik. 87lik 87lik 002 002 3162. 3162. Aha. Bu Telegram bor-a? Bor, Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApplari bor akalar. Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi. Endi mobodoga ikkita ajratib beriladimi yo faqat bir joygami? Yo'q, bir joyga sotaylik, texnika olganmiz, bir joy bittasiga pul berish kerak. Ha, imkon qadar bir joyga Imkon qadar bir joyga. bo'laveradi. Bir qo'ra qilib olaman deganlar kelib
bemalol ustida ko'rib savdo qilib olaverasizlar.